Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugun 2026-yil 2-oyning 10-kuni seshanba. Bugungi suhbat programmamizning temasi Digital Man. Hammamizning xabari bor, Yaponiyadagi Qavuljon har 2 haftada bir izchil suhbat bir qilayotganlar bu 2-yilisi. 2026-yilni Uyg'ur koni texnikali qilaman deb bu ideya bilan bu fikrlar o'tirg'a chiqdi. Bugungi suhbat programmamizmi yangicha bir suhbat programmasi, ya'ni Digital Man. Biz hozir hammamiz ham bu digital dunyoda bir-birimizni tanıymiz. Yani mavhum tor dunyosida bu digital dunyoning afzalligidan foydalanib, mana biz bugun o'xshash bir vaqtda, o'xshash bir minut, daqiqaning ichida mana Yaponiyada hozir kech soat 12 bo'laydi, bizda Amsterdam, Gollandiyada soat hozir 3:30 bo'ldi, 8 soat vaqt farqi bor. Digital dunyoda mana yuz-yuz ko'rishib o'tirib-turibmiz. Bu digital dunyoning afzalligidan foydalanib, mana dunyoning har qaysi joylaridagi insonlar bir araya kelib, o'xshash bir vaqtda xohlagan shaklda qaramlash orqali bir-birimizni texnik tushunish, dunyoni tushunish, fan texnikani tushunish uchun suhbatlarni ilib boryapmiz. Bugungi bu suhbat programmamiz yana yangicha bir suhbat. Assalomu alaykum Qavuljon, Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga qimmatli vaqtingizni chiqarib, naq maydon qatnashganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Va alaykum assalom, rahmat sizga. Rahmat Qavuljon, sizniki izchilligingiz mana 2-yilga qadam qo'yib, 2-yildagi 2-programma haqida suhbatlash oldi turyapmiz. Bugungi suhbat programmamiz mana Digital Man. Bu vaqtdagi leksiyaringizni boshlang ekransizda. Rahmat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Ekran ko'rinmay qoldi. Ekranmi? Yo'q, ko'rinyapti. Xo'sh. Xo'sh. Bo'ldi, endi bo'ldi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bugun bizning suhbatimizning temasi Digital Man, ya'ni digital self degan ma'noda. Endi bu nima degan gap deganlarni men anglashda bir ta'bir beraydi. Har qanday bir ta'bir anglashda aniqlaymiz. Bu nima? Nima ish qildi u? Bizga nima foydasi bor degan savolni asos qilib maqsad taraqqiyotimiz bo'ldi deb qarayman. Shu digital man degan, ya'ni digital self degan nima? Yo'qda odamning fikr, so'zlash, ko'z qaror chiqarish harakatlarining uslubiningki sonliq ma'lumot, ya'ni sonliq ma'lumotlarni modellashtirgan nusxasi desa bo'ladi. Ya'ni texdim men yig'inchoqlasam bo'ldi, buni texdim bir yig'inchoqlab ifodasam qanday bo'ladi yo'qda? Odamning to'r va raqamlik muhitda shakllangan shaxsiy imaji deymiz, hissiyoti, harakati va izlarining jamlimasi. Ya'ni izlarining yig'indisi shu yoqda, shu digital self deb atalgan gap, ya'ni digital man. Digital man deb ism qo'ydim. Boshqa balkim texdim yaxshi ismlar bo'lsa, shuni qo'ysak bo'ldi degan gap. Endi buningcha vaqtda masalan adres bizda yo'llagan suratlar, har qaysi to'g'ri chiqqan vaqtingiz, to'g'ri chiqdingizmi bo'ldi sizning izingiz shu yerda qoldi degan gap. Endi buni xuddi ma'noga o'xshatsak bo'ldi. Biz shu vaqtda har kuni to'rlarda qoldirgan so'zlar, suratlar, ovozlar shu vaqtda izlashlar. O'shan hamma shu vaqtda sonliq izni shakllantiradigan gap. Bu izlar vaqtda digital manninki hamma eshasi bo'lgan gap. Shuncha vaqtda biz to'rbatga ziyorat qilgan vaqtimizda, har qanday bir to'rbatni ziyorat qilgan vaqtimizda shu vaqtda boshqalarga o'zimiz setayotganmiz yo'qmi deganga diqqat qilib qo'yishimiz kerak degan gap. Ya'ni o'zingiz setish degan gap niyatki mayli texdim yaxshi tushunsa, mana oxir baga vaqtda. Shu vaqtda so'ra chiqargan har qanday bir so'zingiz, har qanday bir shariktingiz vaqtda mangu yo'qolmaydi degan gap. Shuncha vaqtda to'r axloq, bularning Uyg'urlarning to'r axloqi yo'q deyarli qo'yamda, bek nachar.
Şuncha vaqtda ashunga diqqat qilishingiz kerak degan gap. Sizningki har qanday bir narsangiz yuvib qutlanmaysiz degan gap. Hem joyda digital TV deydigan bir narsa. Balkim buni anglagan bo'lishi mumkin. Bu biraz danglanroq. Digital TV yani odamning harakat va qarorchilik modelini taqlid qilgan. U siz qanday imkon qadrlayotganingizni faraz qila oladi, lekin angriga emas. Ya'ni men digital TV degan gapda sizningki kopiyangiz degan gap. Ya'ni sizningki kilolangan qismingiz degan gap. Yani bu joyda har qaysi digital o'zingizni joyda hozir joyda o'zingizni digital, masalan, danglik bundaki texnimi anlamda endi. O'sha AI agent deydigan bir narsa anlamda kelib chiqadi degan gap. Bu asli burun xeyli bo'ldi kelib chiqqan, ammo hozir biroz umumlashgan degan gap. Ya'ni poplardan qanday dangliklarni miyaga taqalgan degan gap. Ham joyda bundaki joyda har odam o'zininki digital agentini yasaydi degan gap. Bunday yoqda sizningki to'rda digital kimligingizni, ya'ni digital selfni o'zingiz joyda saqlashingizda zarur bo'lmasa bo'lmaydigan ish degan gap. Shuning joyda digital AI ning taraqqiyoti AI agentning joyda texnik kuchli bo'ladi. Chunki AI bilan qilingan hujumga da vaqtda siz qarashtira olmaysiz degan gap. Ashuni qarashtira olgandek AI yasasangiz unikini qarashtira olasiz. Shuning joyda AI bilan qarashtirishga AI bilan kelgan hujumga AI bilan qarashtirasiz degan gap. Ya'ni sun'iy aqldan bir hujum qilsa siz qarab o'tirib tutolmaysiz uni. Shuning uchun joyda ashuni o'xshaydigan, ashuni qarashtiradigan sun'iy aqldan birini yasay olishingiz kerak degan gap. Buni o'rnini joyda AI agentlar o'zingizningki bexatarligi va boshlayotgan joyda ash joyda sizning o'rningizga xizmat qiladigan gap. Bundan ikkinchi joyda texnikdan ko'p AI agentlarni setib olib ishlatasiz degan gap. Chunki hozir yasab olsangiz tez yasay olasiz, o'zingiz yasay olasiz. Bundan ikkinchi joyda keyingi vaqtlarga joyda ba'zi masalalar kelib chiqishi mumkin degan gap. Nima bo'ldi? Baş torunun ishimiga qachon? Endi AI qanday qilib sizga o'xshaydi degan bir narsa. Chunki masalan AI'ninki biz mashina o'rganish, ya'ni mashina o'rganish degan mashina o'rganish, sun'iy aql mashina o'rganamiz. Sun'iy aql degan zamatlar uning kategoriyasiga nurg'un narsalar kiradi. Masalan, mashina o'rganish deymiz, uning ichida cho'nqur o'rganish deymiz, uning ichida neural network deymiz, ya'ni nerv o'rganish degandek. Mushtaraklar kiradi. Endi joyda meniki AI qanday qilib sizga o'xshaydi degan narsa. Menimcha biz mashina o'rganish dedik, neural network dedik, mushtaraklar AI sizning so'zlash shaklingiz, sur'atingiz va qarashingizni o'rganadi. Bu joyda o'z sizga o'xshash bir modeldan birini yasab chiqadi degan gap. Bu orqali joyda xuddi ba'zi vaqtlarda siz yo'q vaqtida sizga o'xshash javob qaytara oladi, sizga o'xshash ovoz chiqara oladi, hatto sizning sur'atingiz yasa oladi degan gap. Buni odat bizni qila olamiz, mana hozir bizning qilayotgan ishlarimiz bundan biroz texnik yuqori. Hem joyda digital joyda siz hech qachon menda conscience deydigan bir narsa bor, hamda ang deydigan bir narsa bor. Bu ang degan narsa yo'qda hozirgi bizningki sun'iy aqlda ang bormi deydigan bir narsa kelyapti-ku, barliq kelyapti degan gap. Albatta angni o'g'ita olsak ang bo'ldi degan gap. Angni o'g'itish mumkinmi deyapti, hozircha mumkin emas degan gap. Bundaki mumkin bo'ladi, bu fan texnikaning taraqqiyoti bog'liq degan gap. Nima o'ng'isholmaydi bu? Ay sizga qanday bo'layotib bu torunun ishimiga deb qoldim-da, texnikalik masala. Minut to'ramningmi? Qanday qilib bilmadim, men buncha bu masalani. Hozir bu PPT qo'yasiz, shu qolganda bu. Tumani o'chirib so'zda bakmay qana g'alay chiqib qoldi bu. Mashg'ul yapanish qolganda. Biraz mayaqdan o'chirib etsam, siz osh tarafdan o'zingiz kontrol qilib boqsangizlarmikan ya. İşte chiqib bu chiqqanda men uqolmadim-ku bu narsani. Hozir bu PPT qo'yasiz, shu PPT-ni o'chirib etsam, osh tarafdan o'zingiz kontrol qilib boqsangizlarmikan ya. İşte chiqib bu chiqqanda men uqolmadim-ku bu narsani.
Şundaqdygina bu. Siz ayaktan bir özünüz qaytib qilib bakamsız. Qaytib qilib bakam mana öçürütüp duray mana. He. Endi qaytib bakma, qaytib bakma. Özünüz başqarup bakma, her taraftan qaytib. Turan bu. Doğuşuldu bu. Bakalım bir bak. Boşaldı mı? Yok. Siz tanlap Em geldi, em de. Endi bo'ldimi? He. Em so'zlab bakma, em de. Endi bo'ldi. Endi nimede AI'de aң bulam dediğim bir narsa bulup barlık yoldu. Hazırki çünkü aңdan başka hemen hasta öğütüş imkaniyetimiz var bu diye vaqtda var degan. Yani öğüteleymiz degan. Endi aڭço diye vaqtda texiçe aڭga texi resmi haqiqiy turda aniqlan bir planlıq texi. İnsanlar tex aң degan nima o degan narsa aniqlan bir planı degan. Endi aniqlan bir plan bo'lgan mana bir narsani buning öğütüm deyish biraz tushulab qoldi hamda. Ammo texnik taraqqiyotda imkoniyat bo'lish ehtimollik bormi degan vaqtda biz kvantum fizikasida ehtimollik bor deymiz. Har qanday bir ishning ehtimolligi nol emas deymiz. Nol emas degan gap bor degan. Hamda. Bo'lishi mumkin deb qaratmiz degan. Shuning vaqtda bu yerdagi AI yoki boshqa AI agent ulamdi degan. Hammasi vaqtda sistemlar haqiqiy anga ega emas deymiz hozircha. O'zini tunish, his qilish, mas'uliyat sezgisi va o'z ichiga olish. Unda tushunmasak bo'ldi agent degan. Agent degan gap o'zingizning sizning o'rningizda sizga vakolatdan ish qiladigan AI demakchi. Ma hozirgi AIlar joyda siz nima so'rasangiz shunga javob beradi. Harakat qilmaydi degan gap. Ammo agent degan joyda sizningki masalan o'zingiz bir agent qursangiz joyda kompyuteringiz bir agent qurib qo'ysangiz sizningki kompyuter WhatsApp ham narsani oshdan o'zlab ilxatlarni. Sizga kelgan uchurlarga sizning o'rningiz javob qaytardi, ilxatlaringiz sizga o'xshab sizning kelgan ilxatlaringiz sizga qaytardi, sizning o'rningizga javob qaytardi degandek. Ashlar ham sizga o'xshash harakat qila oladi degan. Endi AI joyda harakat qilmaydi, faqat javobni chiqarib turadi. Endi agent joyda harakat qo'shiladi degan gap anaqa. Shu joyda metiga aң degan narsa joyda texicha haqiqiy ko'chirilish imkoniyati joyda texi bo'lmaydi degan gap. Agar bu bo'lish mumkinmi, mumkin emasmi buni fan texnikaning taraqqiyoti keyin taraqqiyotimiz ko'ramiz degan gap. Endi o'limdan keyingi digital men degan bir narsa. Har qanday deb o'ldi bu. Bu qonun, tabiatning qonunidir bu. Ham joyda sizning to'g'ri chiqargan narsangiz sizning to'g'ri chiqargan emas. Siz tug'ilgandan tortib anangizning qo'shiqdan tushgandan tortib chiqargan hamma ovozingiz, hamma nima bo'lishidan qat'iy nazar joyda ular hargiz yo'qmaydi degan gap. Mangu saqlanadi degan gap bu. Biz masalan Einsteinlar va boshqalar bir gap qilgan vaqtda diqqat qilish kerak. Chunki insonlarning ovozimi mangu yo'qolmaydi. Siri chiqadi, aylanib yuriydi deb. Bizning dinimizda shunday gaplar bor. Qalam qilgan gap qilmaslik kerak, aylanib bo'lmasa gap o'zini tep qoladi degan bir gap bor. Shuning vaqtda o'lgandan keyin uning ovozi, yoziqi, suratlar joyda AI nusx qilish mumkin. Qilish mumkin emas, qilish qoladi degan gap. Menda qilish mumkin emas. Siz qo'g'dab bo'lmaysiz degan gap. O'zingizni qo'g'dalaymiz desangiz endi butunlay o'chirish imkoniyati bormi degan vaqtda yo'q emas. Ammo bak chiqish kerak degan gap. Haqiqiy bir odamning davomi emas degan. Masalan siz masalan xohlagan birsimiz masalan o'ldik deylik, endi o'lgandan keyin vaqtda mening Facebookim qolamdi. Qoladi degan gap. Mening chiqargan nimalarni saqlanib qolamdi. Qoladi degan gap. Hammadan ko'rib turadi degan gap. Mening ham baharlagan nimalarim, to'g'ri chiqargan nimalarim degan gap. Shuning vaqtda yaxshi qilsangiz vaqtda o'zi siz o'lishib turdi. Agar nacharroq birini chiqarib qo'ysa, xalqni boshqalarni yomon ish buyuradigan nachar axloqsiz bir narsani chiqargan bo'lsangiz shu vaqtda haqorat qilgan bo'lsangiz shu vaqtda ularni hammadan o'qiydi degan gap. Uni o'qigandan keyin sizga ashniki ta'sir berib turadi degan gap. Saqlanib turadi degan gap. U menga yo'qtamaysiz degan gap. Har qancha men Facebookdan nimamni yo'qitib o'tdim, o'qitib o'chirdim, o'qimaydi.
Hemçe bunun aldığını erişimiz kerak gapda. Buni o'zimiz buni saqlayanmagandan hamsa buningki o'lgandan keyin bunda saqlanib qolgandan keyin qanday qilishimiz kerak deganga diqqat qilib qo'llanishimiz kerak endi. Hemçe mengni joyaqda to'liq sonliq sistemaga ko'chirish texnik mukammal bir narsa aylanib bo'ladimi degan. Texnik mukammal ish oshirolmaydi degan. Qisman aylantira olamiz degan. Masalan, mengidagi har xil chiqqan to'lqin uzunliklari alfa, beta, zeta deydigan to'lqin uzunliklari bor degan. Bularni joyaqda biz tutib kontrol qilib, ashuncha nima masalan sizningki bir narsa o'ylaganingiz joyaqda biz bilalaymiz degan. Sizning tush ko'rayotganingiz uchun tushingizda nimalarni ko'rayotganingizni biz bilalaymiz degan. Hozir texnik qila olamiz degan. Hemçe mesela siz Facebook'ni yoki bo'lmasa hech nima ko'rmang, hech qanday bir to'g'ri telefoningizga yanozib qo'yib qo'ying. Uni ikkinchi men shunday bir narsa qilsam bo'ldi, ani o'rgansam bo'ldi, buni o'rgansam bo'ldi. Ata deganda qo'ysangiz yoqda Facebook'ni ochsangiz yoki YouTube'ni ochsangiz yoqda ashnaqa siz oqshomni yoqib ko'rgan narsani yoqda o'ylagan narsani yoqda aniga bir much ashnaqa munosabat bir kelib qoladi degan. Uchurlar, videolar yoki bo'lmasa boshqa ulanish uchurlar degandek. Uni bu qanday bo'lganda deb qilishingiz mumkin. Amaliyot joyda sizningki chiqqan alfabetalarni joyda telefonlar va kompyuteringizni o'qiy oladi degan hozir. Tuta oladi degan. Ana buni joyda shu bu nimani qo'llangan vaqtimiz joyda axloq masalalari bor degan. Digital menni qo'llangan vaqtimizda axloq va xavflar bor degan. Axloq joyda bayat degan shu axloqsizliklar bek ko'p bizningki. Axloqsizdan biz 20 tutib olsak 20 Uyg'ur bor. 20 o'zini Uyg'ur deyotgan axloqsiz insonlar bor. Ularni chiqarib o'tgan vaqtda bizningki to'g'ri axloqimiz unchalar nachar emas yana. Faqat 20 bir ses qo'ydek hamma ko'lni bulg'ab degandek. 20 ses qo'ydek va ashlarni chiqarib o'tsaklar to'g'ri dunyosimiz bilan to'g'ri digital dunyosimiz unchalar nima emas, mehnat kirlik emas demenga. Hemçe digital men demoqchi men yerda. Digital men joyda suiiste'mol qilinsa odamning ismi inoat. Masalan, sizdek bir odamdan bir resmingiz to'g'riladi bor-ku sizningki. Ayjoqda sizga o'xshash bir odamni hisob chiqaramda men chiqalayman endi. Sizga o'xshash sizning telefon nomeringizni bilaman endi. Sizning ovozingizni bormi? Bor endi. Sizning yoziqingiz va boshqa narsangiz bormi? Bor endi. Men shuni o'xshashdan birini hisob chiqalayman endi. Bunun orqali sizning tunishtiringizni telefon urish orqali sizning tunishtiringizdan uchir qilish orqali joyda nurg'un narsani qilgan bo'ldi degan. Hemçe buningda shu meyda axloq yetib ketgan vaqtda qonun bo'ldi degan. Buni xavf xatar bor degan. Shu joyda yo'l to'g'ri chiqqan vaqtingiz joyda diqqat qilishingiz kerak degan. Albatta, men diqqat qilmayman, o'z ismim bilan chiqmayman, uni bilan chiqmayman, buni bilan chiqmayman deydiganlar bo'lishi mumkin. Bu ma'lum bir yerga bog'ichi. Ammo joyda siz masalan 10 kun deyli, 15-kuniga borgan vaqtda sizning kim ekanligingizni, sizning qanday bir tiplik odam ekanligingizni deganida asosan birini bir taraf qila oladi degan. Analiz qilib qila oladi degan. Shu joyda hatto fikringizning boshlarini qo'lga o'tib ketish mumkin. Masalan, to'g'rilarda bir ma'lum bir ideyani o'tirib qo'ysangiz joyda bir mazgil o'tgandan keyin mening beshim kelgan bu. Men telefon qilib mushunamda tashlab boshliqlarga fikr qilib mushuna qilishimiz kerak desam bir mazgil o'tgandan keyin mening yozganimni aynan elib azroq bir yerni o'zgartib men deganni o'ziga o'zgartiriblar. Ashuna qilib e'lon qilganlar yo'q emas bor degan. Hemçe sizningki o'zingizning fikrlaringiz joyda ular boshqa ishiltib oladi degan. Buni joyda balkim Yevropada eng burun barliq kelish mumkin kishilik digital nashr huquqi degan bir narsa kelib degan. Ya'ni o'zingizga xuddi bir kitob chiqarsangiz shuni nashr huquqi olasiz-ku. Boshqa kopiya qilib olsa, boshqa setib olsa sizdan bir so'roq setib olsa bo'ladimi? Bo'lmaydi-ku. Shuning joyda o'zingizga olasiz degan. O'zingizga nashr huquqi olasiz degan. Ya'ni siz masalan Abdurrahimjon o'ziga bir nashr huquqi oldi degan. Nashr kodi ma'lum degan-ku. Endi sizning rasmingizda, sizning ovozingizda, sizningki yoziqingizda va sizning fikringizni ishlatgan vaqtcha sizdan bir so'roq ishlashcha siz undan to'lam to'ltisiz degan. Bu balkim 2027'da 2028 vaqtda uning keng xalq hammasi tunib ketadigan. Bilib, voy, menda narsam chiqdi deb. Endi joyda buni qadamlar beslab oladi degan hozir. Endi hozir shu Facebook'da, Instagram'da qarasak bu dunyo rahbarlarininki ajoyib nimalar chiqdi, ajibiymi shu. Ayda loyilagan suratlari chiqliqda.
Onu kürep duruvatımız bu narsani kimni aylab kim taqtığını bilmaymiz, lekin hamda qarasak hammasining chiroylari shundoq o'z aynida hamda loyiha har xil temalarda işte nima qilgan yig'ib aytgan kelgusi mushtaqni aslarni loyiha boshqani obrazini xunuklaştıradigan mushtaq qilganligini bir chora ko'radigan bir nima o'tirib qo'yilgan gap mushtaq bo'lganda. Kelgusida emas, 2028 bo'lganda bu ishlarni aytib bergan chiqadi degan gap. Siz xohlagan boshqalarning resmini unda loyilab, uni resim AI kirgizsa biraz o'xshamaydigan qiladi-ku hamda. Aşnığım oladi degan gap. Ama bizniki o aloqa nima ekanda, lekin moya dunyo arboblarini hozir taqlayotgan nimalari bor-da, ko'ryapmiz. O'z ayni zada uni aloqa anandagi ajibiy bir narsani nima qilmasak lakim o'zi sho'l deb bilamiz-da hamda. Ha. Uni echitilgan yo'qmi, open source yo'qmi deb so'raymiz-ku. Echitilgan yo'qmi deb. Aniq echitilgan bo'lmasa, shu qonun javobgarligini ustingizga olasiz degan gap. Hozir unda muqimish bo'lmadi. Yevropada biroz chimiladi bu ishlar. Balkim Yevropada ham qonun degan narsa Yevropada tuzilib chiqdi-ku asosan. Amerika sayda Xitoy ko'chirdi, qonun belgilab qo'ydi deb Yevropani. Nimsa Әмчәлектә канун мен мәсьәлә дигән мәсьәлә. Kelgusi чакта digital men uchun qonun ijozat to'xtatish huquqi bo'lish zarur degan. Bo'lmasa insonning o'zidagi kiyimi kontrolni qolib ketadi degan. Masalan, buni chaqda bayatdan dedik-ku, o'zingizga nashr huquq olasiz deb. Siz o'lgandan keyin chaqda, masalan, nima demayman, o'lgandan keyin chaqda sizning nashr huquqingiz shu zaman to'xtaydi. U bundan keyin chaqda agar sizning nomingizda bir shu qolsa chaqda ishlatgan odam ashdan nimasi oladi degan. Jazosini ödəydi degan endi. Chunki to'xtab bo'ldi nashrimiz. Hamda juda qaragan digital dunyoda malaqqa kimlik sotib oldigan chiqib o'xshamamda hamsa digital kimlik qilib hamda nashr huquqi degan shu degan gap ashin. Digital kimlik degan gap shu ashin. Kimlik degan nima? Nashr huquqi sizniki nashr huquqingizmi? Nashr huquqi degan gap ashu digital nashr huquqi degan gap ashu o'zingizniki nashr huquqi olasiz degan gap digital kimlik olasiz degan gap endi. On kimlik biraz nima deydi? Digital nashr huquqi degan biraz nima u bu taqdimi cho'ng ta'yin qoplaydi degan. Ancha insonning o'zining kiyimi kontrolini yo'qolib ketadi. Masalan, o'zingizning kiyimga, masalan, vafot bo'lgandan keyin o'lgandan keyin joyda uniki siz kontrol qilishingizda yo'qitishingiz kerak degan gap. Ya'ni ishlatishni yo'qitishingiz kerak degan gap. Bo'lmasa joyda to'xtavsi taqilib turadi degan gap. Endi agar digital nusxa so'zlayarsa javob bersa u menmi? Bu savol ilm yo'q, falsafa bor. Masalan, bu hozir qila olamiz shu buni. Bizmi qila olamiz? Sizmi bir ishkatda g'ayrat qilsangiz qila olasiz degan gap. Menga o'xshash so'zlaydigan bir AIdan bir hisob chiqa olasiz degan gap. Sizga o'zingizga o'xshash so'zlaydigan AIdan bir hisob chiqa olasiz degan gap. U bir cho'ng narsa emas, u qilgan bo'lgan narsa. Ancha vaqtda boshliq telefon qilgan vaqtda sizning ovozingizdan erish imkoniyati qilganda hozir qila olasiz degan gap. Uni siz boshliq hesab bergan modelni ishlatsangiz bo'ldi, yoki o'zingiz mashq qilib ishlatsangiz bo'ldi degan gap. Uni qilgan bo'lgan ishlardan gap. Endi men aytishaqda u menga o'xshash so'zlayarsa, menga o'xshash tafakkur qilarsa, menga o'xshash birini deyarsa, u menmi degan gap bo'ldi hamda. Digital dunyodagi menmi? Albatta siz degan gap endi. Endi siz degan gap endi sizningki o'rningizda harakat qilayotgandiki siz bo'ldi hamda. Endi bugungi vaqtda digital men taqildi, kelgusi kuchli bo'ldi, lekin haqiqiy ongning o'rnini ola olmaydi men o'ylashimcha. Insonlar faqat sonliq ma'lumot emas. To'g'ri, o'sha insonlar sonliq ma'lumotdan boshqa sonliq ma'lumot emas-ku endi. Uning nurg'un boshqa narsalarning. Mana sonliq ma'lumot bo'lgan narsani hamma narsani o'talaymiz degan mana shunaqa robotlarga. AIlarga hamma o'talaymiz shunday aqliga. Endi sonliq ma'lumotdan boshqa narsadan bormi degan vaqtda bor degan. Ularni joyda o'tish mumkinmi degan vaqtda mumkin emas deb qaraymiz. Har qanday bir narsa mumkinchilik bor deb qilmaydi. Balkim kelgusi vaqtlarda balkim texnimmi ilg'or texnikalar bo'lgan vaqtda jo'qda balkim xiljiq narsani qilishimiz mumkin degan. Endi ma'lumotda digital men o'zingizniki masalan o'zingizning nomida uchur qaytirib degan. Masalan, mana kelbil AI deb qilib qo'ydi qanday. Bu vaqtda bu bevosita so'zlashni tajriba qila olasiz degan. Masalan, savol so'rasang vaqtda ashnaqa javob beradi degan. Sizning o'rningizda ishlamaganini qarab qo'ya. Uyg'urcha tashiya.
Masalan, sen kim deb qo'ya. Sen kimsen? Keldiler men, keldiler Uyg'ur kvansini aql ilikse yardımse men tushundirish universitetida bunda narsalarni berdingiz. Endi mana shu vaqtda keyin agar agent bo'lsa, siz bunda uchraysangiz, sen kim deb sizga bir uchraysa, men Abdurahimjon deb yo'llaydi gap endi sizning o'rningizda endi. Qolgan vaqtda bunda sen Uyg'ur degan asosan birini kirgizamiz endi. Mana kirgizgan vaqtimiz vaqtda har xil uchurlarni chiqarib berdingiz. Mesela eng oddiy shaklda bu şekilde hesap çıkara alaysiz degan gap. Yani Uyg'urlar 6700 yillik tarixi va til madaniyatiga cho'nqur bo'lgan millat degandek. Mana shu vaqtda oddiylan bir hesab qilgan eng oddiy ana AI desek bo'lsa, dalas degan gap bu endi. Shuning vaqtda endi bugunlik digital sun'iy aql digital men to'g'risida so'zlagan bir şey. Bu ham vaqtda bizniki meniki tavsiya qilganim vaqtda har qaysimiz vaqtda o'zimizniki cho'qim qilayotgan ishlarimizga diqqat qilishimiz kerak. So'zlayotgan so'zimiz bularni to'r dunyosida qalayotgan so'zlarni qilmasligimiz kerak. Har qanday bir narsa vaqtda siz yo'qtanmaysiz. Menga yo'qtanmaysiz. Mana sizning keyinchi o'lgandan keyin vaqtda sizning keyiningizda qo'yib bermaydigan gap bu. Shuning uchun vaqtda o'zingizniki aslamayadiki nima hammasi shuncha vaqtda digital men amaliy sanning soyasidir. Metin digital men vaqtda amaliyat o'zingizning bir soyasi. O'zingizning soyasini yo'qota olamsiz? Yo'qota olasiz. Yiqilsangiz yo'qaydi endi. Endi vaqtda har ish qilsa poklik bo'lishi kerak degan gap. O'zingizniki amaliyat qanday bo'lsin shu vaqtda digital dunyodami shu holatda joriy qildirishingiz kerak degan gap. Bo'lmasa shu vaqtda digital dunyo bundan keyin texnikani kep qo'llanamiz endi. Undan keyinchi vaqtda o'zimizniki bexatarlikni qanday qilamiz degan degan bir narsa bor bu yerda. İnternet qoldirgan izingizning shu vaqtda umr bo'yi qoladi degan gap. Buni shu vaqtda masalan sizning so'zingizni har qanday so'z qilgan vaqtda yaxshi o'ylanib, tafakkur qilib, biz o'rtada 7 o'lchab bir kes degan bir gap bor-ku. Aşağıda qilishimiz kerak degan gap. Chunki sizniki internet dunyosi qoldirgan so'zni o'chirda internet yo'qolib ketsam yo'qmaydi u. Tor dunyosi yo'qolib ketsam, yer shari hukumat qilib ketsam yo'qmaydi yana. Mayna qilib ketsin. Yani o nas Putin aşı başlamalarga mulozimat nimasi saqlanib qoldigan deskisida. Bu mulozimat dunyosi saqlab qolsa, oy, mulozimat taqsim ko'dirib olsak yo'qaydi. O nima hozir aytdim-ku, yer shari hukumat qilib ketsam saqlanib qoladi deb. Endi vaqtda digital mentojda maxfiyatlik. Bu nihoyat muhim degan gap. O'zingizning maxfiyatlikni qo'g'dishingiz kerak degan gap. Hozircha vaqtda sun'iy aqlninki qiziqchiligida nurg'un insonlar o'zining rasmlarini kirib, ma'laqi loyiltib, qiziqarli bir shaklda chiqarib o'ynadi degan gap. Mushuning o'zicha vaqtda sizningki digital dunyoda o'zingizning bexatarligini boshqalarning qo'liga tutib qo'ygansiz degan gap. Ya'ni o'zingizni satdingiz degan gap. Bu yerda nima degan gap bu vaqtda endi o'zingiz turib turing. Men mas'uliyat bo'latam dem yoki ishlatib bo'latam dem. Mana o'rnini qo'yishingiz kerak degan gap. Agar siz barliq uchuringizni ashdan kirgizayotgan bo'lsangiz, siz bir mas'uliyat degan gap. Buni degan mas'uliyat degan setil degan gap-ku. O'zingiz setyapsiz degan gap. Bu sizning qoldirgan uchuringiz vaqtda siz mashq qiladi bu. Sun'iy aqlchi. Keyinchi vaqtda siz masalan bir mo'j gap qilgandagi vaqtda 2 kundan keyin qaytasan, oldin qaytdim sen manda degan to'ng'u. Deb ismingizni deb beraylik. Oldin qaytdim sen ma to'g'riliq izdegan to'ng'u, men shu bu to'g'riliq izlashim bu ishning munosabini deb berayman deb bir deb chiqirdi-ku deydi. Bu nima degan vaqtda sizningki har bir xotirangizni qoldirmayman degan gap. Shuning vaqtda bu endi bularni qutlalandik degan qutlarsiz amal qilib bo'lmaydi emas, bo'ladi ham ishlarga. Masalan, oldin ola olasiz degan gap. Shuning uchun vaqtda eng oddiysi Xitoydagi yasalgan sun'iy aqllarga asla so'zingizni va rasmingizni asla kirgizmang. Vatandagi o'g'illarning hammasini mana bu narsani ishlatib bo'ldi. So'zni, ovozni tatib, boshqa hamma narsani ishlatib bo'ldi degan gap. Endi vatan sirtidagi o'g'illar qoldi degan gap. Sizningki kirgizgan rasmlaringiz vaqtda bevosita sandan saqlanadi degan gap. Sizning kirgizgan ovozingiz bevosita sandan saqlanadi degan gap. Uni mashq qildirdi degan gap. Balki vaqt o'tgan vaqtda oilangizga shu orqali telefon qildirish mumkin degan gap. Uni qilolmaydi, qiloldigan ishlar degan gaplar. Shuning vaqtda
eng oddiysi DeepSeek, eng ko'p ishlatganda balkim DeepSeek bo'lishi mumkin hamda. Aşnığı qat'iy o'zingizning resmi, o'zingizning oilasiniki bir resim bo'lamdi, balalaringizning resmi bo'lamdi, qanday bo'lsin. O'zingizning shaxsiy ovozi. Ularni asla kirgizmang. Ondan o'zingizga munosabatlik uchurlarni o'zimang. Masalan, o'zingizga salomatlikka munosabatlik materiallarni doktorning bir tavsiyalarini bergan bo'lsa, bir moj birini yozibchi. Kesinlikle yo'qda sizningki diagnoz qo'yib turdi hamda, burmuj bir narsa chiqarib turdi. Ashuna chiqarib pasning bir saqlam bo'lib ketsan deb qiladi. Amaliyot yo'qda sizningki salomatligingizniki uni setib satdingiz degan. O'zingizning salomatligini satdingiz degan buni. Endi biz bir narsa qilaylik, biz bunda bir narsa sunay qilaysanmiz shu sunay ovoz lozim deb uni qilib lozim desa bermaydi. Ammo boshqa WhatsApp'larga, Facebook'larga undirlar satadi ovozni, o'zining ovozini haqsiz berdilar. Haqsiz berdi. Uni tek bexatarlik deb o'ylab ketmadi. Bizga yo'q, bexatarlik birinchi bo'lib ketadi. Ularga ham birinchi bexatarlik 10-chi bo'lib qoladi deganda. Hamda yo'qda mushlarga diqqat qilgan vaqtimiz yo'qda o'zingizniki foydalasiz. Yana bir yo'qda o'zingizniki chuqur AI o'zingizniki nashr huquqini erishingiz kerak degan gap. Bu bundan keyin bo'ldi. Undan keyin yo'qda o'zingizniki AI agentlarini qurib chiqarishingiz kerak degan gap. Bo'lsa setib bilan. Bo'lmasa o'zingizniki quring. Qura olasiz degan gap. Uni bir oy qayishingiz xeyli ravurs agentlarni qurib olasiz degan gap. Yana bir yo'qda ishlatgan vaqtda open source sun'iy aqllarni amalga bir narsa izlagan vaqt ishlating, ammo shaxsiy uchurlaringizni, shaxsiy bir narsangizga o'zingizga to'g'riliq rasmlaringizni yasab vaqtingizda uni ishlatmang amalga. İşletmegen yaxshi. Yana bir so'roqda sun'iy aqlni bek ishlatgan bor meningki desangiz so'roqda hozir nurg'un modellar bor degan gap. Ash modelni so'roqda kompyuteringizga tushirib olib, o'sha so'roqda chiroyli o'zingizniki bir o'zingizni yumshoq detal shaklda, web app shaklda yoki sistem yumshoq detal shaklda yasay olasiz uni. Birdan desa bir, birdan desa bir sizga. Masalan, large language model deb o'ylayman bor. O'ylayman ulinib xizmat qilgan mana bir nima qilib bergan, AI yasab bergan desangiz 10 minut hesab bo'ldi degan gapini. Uni kirib degan bo'yicha qilib qo'ysangiz 20 minut ichida sizning modelingiz tayyor bo'lib bo'ldi. Qalbingiz tayyor bo'ldi degan gap. O modelni o'zingizning kompyuterning sig'imi qarab turib, kompyuteringizning kuchi qarab turib 7 millionlik 10 necha millionlik 30 millionlik degandek 70 millionlik da bor. Bor degan gap. Ashdan jo'qda download qilib tushira olasiz degan gap. Uni kompyuteringizga tushirasiz, to'g'ri yo'q bo'lib ishlatarasiz degan gap. Ana mushanda ishlasangiz bo'ladi degan gap. Shunda o'zimizning unda qilmasakimizniki bexatarligimiz uncha nima emas qilib qarab ketishimiz mumkin. Ammo shu vaqtda o'zingizning bexatarligini o'zingiz qo'ydigan vaqtda boshqalarga mas'uliyat qilib qilishingiz mumkin degan gap. Bu bilib bilmay o'zini setish bo'lib qoladi degan gap. Men o'zini setish deb menda nimalar qoldi qanday? Qattiqroq qoldi qanday? Bu yerda bir narsani ko'rsatib qo'y deb qoldimda, ma'lumotda chiqilmas ko'rsatay mana. Ma'lumot chiqaryapti. Yerda qarasak, istiqlolniki nimasini ko'rdikmi? Mana nimasini satchon ko'rsatolmaydi ekan ma'noda. Bunday yuqoriroq ko'rsatga bo'ladimi? Yo'qmi ko'rsatga. Mana. Ani ko'randi shunaqa ma'va. Men ma'va sun'iy aqldagi yana bir yangilikni bayqab xo'sh bo'ldim. Ma'va istiqlolniki, istiqlol televizorniki g'olji qirg'incha qilgan suhbat ekan. Bir necha kunning oldida shu sun'iy aqldan g'olji qirg'inchilikqa oid materialni izlab boqay qanchalik biladigandu deb ba'zi gaplarni so'rab qilsam, ba'zi nimalarni chiqarib berib, anikendan shu Istiqlol TV'niki g'olji qirg'inchilik haqida suhbatni chiqarib berdi-chu, shu bevosita ulanish hatto YouTube nimasidan mushbatda men screenshot ko'rsatyapman. Men evatib berganga juda xush bo'ldim-chu bundan. Qanday albatta dedik emasmi biz? Siz dedingiz, kompyuterning sun'iy aql uchun ishlatilgan ovoz yig'diganga bizning Uyg'urlar soatiga $10 ovoz yig'imiz deb fidoy izlab ashnangami to'shqizanmay 5000 soat yomon test to'shqazganda endi mana sun'iy aql bevosita tunibdi-da mana YouTube nimalarinikidan. Bu bir yangilik deb bildim men hamda. Anekayindan buningdan bütün suhbat ash ovozning hammani tuniy oladi ekanda sun'iy aqllar so'rab boqdim men. Sam ashyodan qilgan suhbat nimalarni deb berdim-da. Buni texnik tafsilotga kirsangiz mushuni bor deb. Anekayindan bu diasporada Uyg'urlarniki mushundaq qanchalik mudalik suhbat nimalarini siz bila olasiz. Uyg'urlarning texnik ko'p narsalarni qilgan suhbat programmalar qilgan bir necha kanallar bor, qaysini deb qilsam, Erkin Osiyo radiosidan faqat mushuni ko'rsatib istiqlolni-chu. Ondan boshqasi yo'q ekan. Masalan, bizning Uyg'ur choyxonasida yo'q ekan, boshqa nurg'un nimalar bor yo'q ekan.
Hani men yana so'rab baktım. Yani İstiqlal Erkin Asiya radiosuniki barki bu bir yangiliklar yaxshilabdi. Buniki texnik ko'p Uyg'ur kanallarıniki ama şu sizning tunishingizga, sizningki materializingizga manba bo'lish uchun qanday qilsak bo'ladi desak, shu istiqlolniki o'sha ishlatgan logo, boshqa nimalarni qarab bular haliqi tunilgan bir nima ekan deydi-chu bu narsanikini. Tunilgan nima ekan Erkin Asiya radiosining ham shu ekan, boshqa boshqa narsa tunilmabdi. Bu tunilishi uchun mandaq qilish kerak, qadam bosqichda bir necha qadam bosqichlarni ba'di. Endi gapniki xulosini yig'sak hamda nim bo'ldi degan vaqtida yani istiqlolniki xabarlar nimalarning hammasi yani sun'iy aqlga bevosita manba shaklida qo'llanishga optida alasizlar. Buni bir yangilik deb qaradim men hamda bu digital dunyoda. Chunki bizning Uyg'urlarniki sun'iy aqlga tunutilgan bir chiq bir nimamiz yo'q. Faqat boshqa tillardan tarjima qilgan narsalarni bizga chiqarib berdi ekanda hamda. Ma nima qaragan vaqtda Uyg'urlarning qan suhbat nimalarni bevosita ko'rsatib berishi bu sun'iy aql nimasiga Uyg'urlarning ovoz tunutish uchun bir yangilik bo'libdi deb qaradim. Siz buni qanday qaraysiz? Yaxshi, shu ovozliq nimalarni qilib qo'ysa, Uyg'ur ovozini hozir shu salaqmiz yig'saqmi shu 5-6 to'rbatnikidan chiqarib turadi-chu. Endi YouTube'dan yig'imiz desak, ovoz yig'ish biroz vaqt ham ovoz yig'ildi, ammo joyda uni tozalash biroz qiyinchilikcha. Chunki YouTube so'zlagan vaqtda Uyg'urcha kalimalarga nurg'un kalimalar almashadi-chu, aralashib uni tozalash bir masala-chu. Endi miyat joqda YouTube narsa joqda ovozni nimaga aylantirib turadi-ku. Tekstga aylantirib turadi. Yana bir joqda uni qiyin bo'ldi-chu, bizning qilgan narsalar uni. Ovozni tekstga aylantirgan narsalarni. Mushta masa hamda balki yana uzun qolmay uni buldiga o'xshaydi. Mushtarakat ketib bordi hozircha, ariyadan chiqyapti Uyg'urlar. Masalan, hozir 2025 ning oxirlari 2026 ning boshlariga chiqdi-ku, ish kuchi chiqdi degan gap boshladi keldi. Nima degan vaqtda foydasi bo'ldi degan gap. Ya'ni eng az bo'lganda 2027 bag'cha bir 1000 Uyg'ur chiqsa, mush soat yetishib chiqqan har qaysi sohalarda, yuqori texnika sohalarida. Ular bir guruh bo'ldi degan gap. Bir Uyg'urlarning bir boylik qildi degan gap-da. Shuncha vaqtdan eng oxirida deb men tutdi endi. Hozirgi vaqtda 1990-yilda insonlar sallaqma dengizga kirib bo'ldi degan gap. Sallaqma digital dunyoga kirdi degan gap. Shuncha vaqtda siz bu dengizda, ya'ni sallaqma dengiz vaqtda o'zingizning kiyimini joyda qanday qiling degan vaqtda bilim bilan aydan uning joyda aqlingizni yetakchi qiling. Ikkinchi vaqtda digital ma'noni saqla. Ya'ni digitaldagi o'zligingizni saqlang. Chunki u sizga qarab turgan chog'da eng cho'ng bir ayna bo'lib qoldi degan gap. Bundan keyin shuni qarang. Digital dunyoda sizning qanday bir insonni ekanligingizni ko'rib turgan vaqtda amniyatda shunday insonligingizga hukm qilamiz degan gap bundan keyin. Sizningki to'g'ridan axloqsiz gaplarni, to'g'ridan bulg'ab yurgan tetampat ishlaringizni ko'rgan insonlar vaqtda bu ashunda odam deb qaraydi degan gap endi. Bu matto yoki unday odam deb qaraydi degan gap. Shuncha vaqtda digital dunyo sizni ko'rsatib turgan eng cho'ng ayna bo'lib qoldi degan gap endi. Shu o'zligingizni saqlang, bexatarligingiz ham o'zingiz uchun. Degan gap. Boshqa bayatni deb bo'ldi qolgan yana desek, yana shu. Endi o'zingizning bexatarligini saqlang, o'zingiz mas'uliyat bo'lib qolmang, ishlatkish bo'ling. Boshqa savollar olsa bo'ldi. Boshqa savollarmi yo'q, ham sizdanki boshqa savol ba'zi bir savollar asosida yana nima javob qilib qilsak bo'ldi. Miyaga bir intas yezibdi. Raqamlik obraz, yana mushtaq olsak yaxshiroq demoqchi o'xshaydi hamda. Digital manna. Bu digital manna haqida loyihalashdan oldinmi loyihalab turgan qarindishimizmi dedi, ya'ni buniki digital man yoki raqamlik man deb har xil nimalar bor, qaysini olsak bo'ladi deb. Hozir ham biz bu to'g'ri ishlatayotgan ba'zi atalg'ularni biz birlik keltirgan diasporada bu bundaylik Uyg'urcha atalg'an birlik keltirgan bir nimamiz bo'lmagan ekan, bizning ham hammamiz har xil ishlatar ekanmiz. Masalan, dastlabda digital man deb shuni tayyorlagansiga nima digital man qilaylik, digital man qildik, nima qildik hamda. Ammo yana debdan raqamlik obraz deb
Bu yana bir atalg'usi ekan, atalg'usi hamda. Demakchi, mishadan bir necha xil atalg'ular bor, degan suhbatning temasi. Aslida bizning diasporada ana tilimizni qo'g'daydigan, ana tilimizning taraqqiyoti uchun bir nim bo'lgan bo'lsa, mushtaq yangi atalg'ularga o'lchamli bir atalg'uni ishlatishni tavsiya qilgan bo'lsa, hammamiz ashta atalg'ular orqali qo'llansak, sunniy aqlning uyg'ur nimasiga tunishi, keng taraqqiyot uchun yana bir to'pilar bo'ladi. Hozir mesela abet dedim ki istiqlalimizni topqish jarayonida so'zim qilsam shularmi deydi. İşletilgan atalg'a bek muhim deydi shu bu narsalar. Muhim ha. Bizningki muhim bular shu tabiiy fan sohasiga atalg'ularnikini hammasi shu xalqaro o'lchamish qilib boshqani qilib qolsa bu ishchi tunishga foydasi bo'ladi debchi bu narsalarni. To'g'ri, hozir bizning Uyg'ur tadqiqot bu degandek Uyg'ur akademiyasi deymiz, Abbas akademiyasi go amaliyat. Yana boshqa nurg'un ma'rif bilan qilchi munosabat yo'q ma'rif tashkilotlari bor. Endi choqda o'zi ashlar o'zining nimasi vazifasini ado qilsa nurg'un ishlar osonligi degan gap. Chunki bir akademiya degan gap u bir millatning, bir to'plamning eng oldiga ketib qolgan insonlar demakchi ular. Shunaqa. Ular cho'da ular uchirgan narsani ularning suzuvchida o'tab, unikidan ommaga tushdi degan gap. Hozir cho'da bizda ammoning suzuvchida deb ular berib oladi degan gap. Bu ta'tir qilmaydi. Mushtaq narsalarda biz jiddiy shaklda bu diasporada buningga hal qilishniki bir yo'lishda bir fikr to'plasak bo'ldi ekanda, ham hammamiz o'z oldimizga ishiltib mana millatning igisi bor. O'rtaq tilimiz, o'rtaq yezigimiz bo'lgandan keyin birlik kelsak yaxshida. Masalan, men mushlar har qatim e'lon chiqarganda qaysi ishlasam bak o'yinib boqaman narsalarni. Ba'zan so'rab boqaman. Birisi bir xil degandan keyin g'oyat men qolmay qolaman-da, men bu yerda tilshunos emas. Men o'zim tabiiy o'qigan. Yani e'lon chiqarib YouTube'da so'rasak ba'zi YouTube inkas yozadi, mana anda demaydi, manda deydi deb. Hammaga yetishib o'g'ilmaydi ekan. Aslida hozir bu biz dunyo texnik qattiq tez taraqqiyot qilayotgan vaqtda biz ana texnik simlarni qanday qo'llanishni mushuni bir qiliqlashtirib bir nima qilishni, atalg'i ishlatishni bu jiddiy shaklda bir o'ylangan nuqta ekan-ku bu. To'g'ri, ba'zi atalg'ularni ashpet ishlatilganmi yaxshi. Endi Uyg'ur tilini unda saqlaymi, bunda saqlaymi deyishim bor. Ammo cho'qda ba'zi vaqtlarda masalan bizda bo'lmagan so'zlar taraqqiy qilgan so'z nurg'un hamma qanday bir har qanday bir tilda bor-ku. Boshlab turgan so'z, fan texnik so'zlar. Asosan endi Yaponiyada fan texnikni kirgan so'zlar cho'qda ko'pincha vaqtlarda ashpet ishlatilgan, ya'ni kataganada bir nimasi bor uniki. Ashpet ishildi degan gap. Ammo cho'qda ba'zan qilsak to'g'ri bo'ldi, u yaxshi. Ammo cho'qda ba'zi cho'qda men vaqtda o'zini elagimizmi ba'zi vaqtlarda yaxshi bo'lishi mumkin. AI deb. Yoki sunniy aql, sunniy idrok, sunniy ziyrak demdoq yoki nurg'un narsa chiqdi. Tugib ketdi-ku, sunniy aql, sunniy idrok degandek qilsak, biz hammani birdek tushungan bilan farqi bor amaliyotda. So'zni farq bor-da bu narsaning. Shu biz ishlatishnikini masalan e'lon chiqargan vaqtlarda ba'zida AI deb chiqarsak, ba'zilar sunniy aql deb olsanglar ekan, ba'zi sunniy idrok deb olsanglar ekan degandek hamda u uni bo'lib degandek keyin o'rtaq bir atalg'i ishlatishda buning hamda diasporada bizningki tilshunoslar Uyg'ur tilini deb qo'shimiz deganlar bu jiddiy shaklda bir o'yinish chiqish ekan bu narsani. Agar biz shular qiliplashtirib bergan atalg'ilarni ishlatsak, hammamizga o'rtaq bir nim bo'lib qolib qoldi-da, keyingilar uchun. Shundoq hamda qolgan astasda hal bo'lganda meningki yana birisi ba'zi so'zlarni vaqtda bunaqa nuqul bunaqa taqlidi buni talashib chiqishning qilchi o'rni yo'qchi. Chunki biz mengaversak balkim buningki vaqt kelgan vaqtda buningki texdim yaxshi atalg'ular bilan chiqish mumkin. Shuni o'rni olmasida bo'lgan narsa. Uni talabi qiyin. Digital men degan o digital unda deyli, bunda deyli deb bunaqa vaqt isrof qilgan qilchi ahmiyat yo'q degan gap. AI agent degan unda deyli, bunda deyli deb uni vaqt isrof qilganning o'rniga turklar bu nima ekan bu? Bizga nima foydasi bor ekan buningki? Biz ishlatib qanday bir erisha oladiganmiz bundan? Deb shuni qilib turib, uning javobi bizning tilshunosimiz aytma, kendimizga kasb bo'ldi degan gap. Vaqtda manda deyli deganda, u ism o'zgartirishga oson bir narsa qo'ygan. Uni cho'ng narsa qilgan. Endi mening ishlatgan vaqtimcha vaqtda shu ma'nosini asos qilaman, mana shu nim deb ifodalaydi buningda. Bu ingliz nim degan ma'no buningda Uyg'urchada. Endi buni Uyg'urcha qilib qolsak, digital men desek bo'lamdi yoki digital degan raqamlik desek bo'lamdi, raqamlik men demdoq degandek.
Hayotga raqamli obraz. Obraz degan vaqt obraz degan biraz yaxshi bo'pti menimcha. Obraz degan nurg'un obrazlar bor hamda. Obraz degandan hamda shaxsiy obraz deymiz. Hamda digital obraz degan vaqtda sonliq obraz, ya'ni raqamli obraz. Bu kimning raqamli obrazi bo'ldi hamda? Medik joyda medik digital self degan gap. Ya'ni men degan gap. Tor dunyosidagi men demoqchi bu yerda. Ya'ni uni agar ashna değişik bo'lib qolsa, mening obrazim desa bo'ldi degan gap. Ya'ni tordagi mening obrazim desa. Ham raqamli obrazdek kimning raqamli obrazi bo'ladi? Raqamli obraz degan nurg'un narsa bo'ldi hamda. Shuning uchun mediki asli ma'nosi shu digital self buniki inglizcha. Ani uyg'urcha degan vaqtda self deganda myself bo'ladi, men o'zim bo'ladi hamda. Yourself sen o'zing bo'ladi degan gap. Ana digital self degan sonliq raqamli o'zim bo'ladi hamda. Ani buni o'zim sifatida bu to'g'ri bu tor dunyosidagi bu yerlik so'zlayotgan mazmun meningki tor dunyosida qoldirgan ovoz hamma narsalar izlarimning hammasini menga tava narsalarni bu so'zladim men. Shuning uchun yani digital men bo'lgan vaqtda topda men bu yerdagi ya'ni meningki sonliq ma'lumotga menga o'xshaydigan birisi bor. Buni men yorityapman. Demakchi bu yerda. Shu yerda digital men deb ism qo'ygan yerim shu dengi. Endi ism bayat deganda ism degan narsani joyda boshqa uni o'zgartirish yoki qaysi to'g'ri bo'lsa, shuni eng to'g'risini ilib ishlasak bizningki o'zimizniki Uyg'ur tiligim joyda foydali degan gap. Endi bu to'g'risida vaqt sirab izlayotgan bolalar borki, shu bir narsa xil tillarni silishtirib yurchu. Ha, u bizdagi Uyg'urlar ariya bacho. Biz hamda uni nima qilmagasakmi, bugun shuniki nimasi yurib, peshin yuribdimda, shunday nimalarga atalg'ularni birlik keltirish, qaysi atalg'uni istasak eng yaxshi bo'lamish tabiiy fan sohasidagi yangi atalg'ularni Uyg'urcha tarjima qilish qaysi yaxshi, o'sha haqida maxsus boshqa turib, buningda xila nima qilayotgan bolalarmi bor ekan. Bu yerda to'g'liq kombinatsiya uzun narsa aytibdi, buni shu inkasdan kirib olsak bu chexnim ekan. Uni nimadan izlab tashlab qo'ydi. Nazoratsiz yugurish deb nazoratsiz yugurish degan vaqtda amaliyotda bo'ldi. Biz men nazoratsiz yugurish deb oldim ammo. Ammo u toza nima emas senga. Asli ma'nosi kelgan vaqtda sen yapınca degan vaqtda muallim bor yugurish, muallim yo'q yugurish deydi-ku unda. Ana xatma-xat tarjima qilsak. Ana xitoycha nima degan. Qani qog'ana tushgan inkasiga qarab boqamiz. Bu ham suhbatni misha to'xtaylik, hamsa rahmat Qavunjon, qimmatli vaqtingizni chiqarib turgan yana yangi bir mazmun digital men haqida xalqimizga bu vaqt tushuncha berganingiz uchun ko'p rahmat. Bunday qarindoshlar ko'ranglar, taqib qo'yinglar, taklif fikringlar qolib qolsa, biringlar kim bo'lib qolib qolsa, bo'lishdan qat'iy nazar ekran hammadan uchoq, o'zimizning bildigan bilim sohasi, o'zimizning ko'rgan bilganlarimizni xalqimizga o'rtoqlashaylik. Millatimiz uchun o'zimiz o'rgangan bilimlarni millatimizni oqatadigan, millatimiz bu bilim bilan qurollantirish orqali tafakkur engini bir ochadigan ishlarda bir o'zimizning bir ziyoliq bursini ado qilaylik. Unda hammanglarga ko'p rahmat. Bugungi programmamiz mishachi olsin, kelarki sonni ko'rishaylik. Allohga emanet. Bo'ldimsa